Xudo mana kartamizni oldik. Maqsadiy grup orqali kelib, bemalol kelib topshirib, sizlarga olsalaring bo'ladi, ishonchli nima narsasi. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Maqsud akam Jizzaxdan kelganlar akam. Akam bugun bizda karta pabuti olib chiqdilar. Men ko'p gapirib o'tiribman, akam o'zlari emotsiyalarini aytib beradilar, nasib bo'lsa oldindan aytib qo'yaman, kartani olganlardan juda xursandlar. O'zbekistondan kelsa tayyorlab o'rgangan. Tayyorman. Mana xudo mana kartamizni oldik. Maqsadiy grup orqali kelib, bemalol kelib topshirib, sizlarga olsalaring bo'ladi, ishonchli nima narsasi. Xudo xohlasa biz oldik, mana endi ketamiz O'zbekistonga. Qancha vaqtingiz ketdi aka dokument olishga? 1 yilda. 1 yilda ketdi. 1 yilda chiqdim, xudo xohlasa. Ishlar ham agar ofitsialniy, legalniy ishlab yursangiz, hammasi qonun qoidaga bo'lsa, nasib bo'lsa 1 yil, даже oldin ham chiqishi mumkin. Hammasi o'zingizga bog'liq. Yuristim qilib beradi deb, nelegal ishlab yurmanglar shuning uchun. Aka, o'zim maqsad, ish, plan qanday endi bu yoqqa endi nasib bo'lsa? 3 yil endi bemalol yurishingiz mumkin Polsha territoriyasida. Ishimizda mana legallik bo'lib, O'zbekistonga borib kelamiz aka, xudo xohlasa. Nasib. Sadiq grup jamoasiga katta rahmat. Sog' bo'lsangiz, baraka topsangiz bo'ladi. Agar sizlar ham karta pabuti bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, karta pabuti olish niyatingiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hamma nomerlarda video ostida qoldirib o'tamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.